Assalomu alaykum aziz bizni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar, aziz bemorlarimiz, bizni tanigan O'zbekiston ahli. Assalomu alaykum. Bugungi videomni bir qancha vaqtdan beri, bir yillardan beri sizlarga yetkazmoqchi bo'lib yuraman. Hech to'g'ri kelmaydi. Nega deganda boshqa savollar tushib qoladi, zaruriy savollar. Ammo bu video hamma uchun juda qiziq. Ayrim ko'pchilik shifokorlar ham bilmagan bir kichikroq sirni sizlarga men oddiy holda, oddiy so'zda tushuntirib beraman. Ya'ni bu savol hammani qiziqtirgan, ko'pchilik katta yoshdagi odamlarni qiziqtirgan savol. Ya'ni bu savolni shunday qo'yish mumkin. Mana menda misol uchun xafaqonlik kasalligi, gipertoniya kasalligi, qon bosimini mudom oshishi, vaqti-vaqti oshib turishi bilan boradigan xafaqonlik, gipertoniya kasalligida tayinlangan dorilarning to'g'ri tayinlanganligi, ya'ni qon bosimining oshib ketishiga yo'l qo'ymasligi darajasi qandayligini qanday bilish mumkin? Ya'ni xafaqonlik, gipertoniya kasalligiga shifokor, kardiolog, oilaviy shifokor, terapevt tomonidan tayinlangan dorilarning qon bosimini oshib ketishiga to'xtatishi, qon bosimi oshib ketishini yo'l qo'ymaslik darajasi qanday? Ya'ni qon bosimini tushiradigan dorilarning effektivnessining ta'sir doirasini, darajasini qanday bilish mumkin degan savol tug'iladi. Mana o'sha xafaqonlik, gipertoniya kasalligida tayinlangan bir nechta 5 ta guruh dorilar tayinlanadi, 2 ta 3 tasi. Tayinlangan dorilarning to'g'ri ta'sir darajasi qanday bilish mumkin? Ya'ni qon bosimi oshib ketishiga yo'l qo'ymasligi mumkinmi? Ya qon bosimi oshib ketishi mumkinmi? Ya'ni tayinlangan dorilar to'g'ri foyda qilyaptimi yo'qmi? Qanday buni bilish mumkin? Buni bilish yo'li bor albatta. Buni bilish yo'li ikkita. Bittasi sal qiyinroq yo'li, bu gemodinamik list deyiladi. Ya'ni siz kunda 2 marta ertalab kechqurun qon bosimingizni pulsizni o'lchaysiz. Pulsizni qo'lda o'lchagan yaxshi, apparatda o'lchasa ham bular soatlar chiqib ketgan, lekin qo'lda 15 sekundga o'lchab, nechta urayotganini, misol uchun 15 ta uryapti. 4 ga ko'paytirasiz. Shunda chiqadi, misol uchun 60 ta chiqadi. Shuning uchun 15 sekundda pulsni o'lchab 4 ga ko'paytirib va ertalab 8 ga, kechqurun 8 ga, ertalab 8 ga obedga o'lchab, tushlikka o'lchab qon bosimini yozib qo'yasiz va pastiga, demak, ichilgan suv o'rtacha miqdori o'sha sutka bir kun davomida va chiqargan siydik miqdorini o'rtacha deb yozib qo'yiladi. Lekin buni qilish qiyin, ko'proq e'tibor talab qiladi. Shuning uchun hamma ham buni qila olmaydi. Buni gemodinamik list deyiladi. Bu gemodinamik qog'oz. Bu bilan grafik tuzilib, bemorga olayotgan gipotenziv, ya'ni qon bosimi tushirish dorilarni dozalari tanlash uchun qilinadi. Umumiy gemodinamik ahvolini boshqa tekshirishlarga qarab baholash uchun qilinadi. Gemodinamik varaqda, qog'ozda yurish qiyinroq. Demak, ichayotgan, qon bosimini tushirayotgan dorilaringizning foydalik darajasini bilish uchun gemodinamik list birinchi usul. Ikkinchi usul oson usul. Buni ko'pchilik bilmaydi. Katta dargohlarda, demak, katta ustozlar ko'rgan odamlarga biz tushuntirganmiz shogirdlarimizga, lekin hamma buni bilmaydi. Hozir xalqimiz bu sirni bilib oladi. Buni demak, qon bosimi sirkat ritmi deyiladi va qon bosimi, yurak urish pulsi sirkat ritm koeffitsiyenti deyiladi. Ya'ni qon bosim sirkat degani kunlik bir-biriga taqqoslangan kunlik degani sirkat. Sirkat koeffitsiyenti qon bosimini va yurak urishi darajasining sirkat koeffitsiyenti deyiladi. Bu tibbiy nomda aytilganda. Bu degani demak o'rtacha qon bosimi va o'rtacha yurak urishining koeffitsiyenti desak ham bo'ladi o'zbekchasiga. O'rtacha koeffitsiyent qanday qilinib aniqlanadi? Agar siz ichayotgan dorilar to'g'ri tanlangan bo'lsa, dorilarning guruhidan dozasi to'g'ri tanlangan bo'lsa, o'z vaqtida ichayotgan bo'lsangiz, unda demak qon bosimini mudom tutib turish darajasi, foydalik darajasini bilish mumkin. Ya'ni qon bosimi oshib ketishiga yo'l qo'ymaslik darajasini bilish mumkin. Qanchalik ehtimoli qon bosimi oshib ketishi mumkin yoki oshmasligi mumkin. Buni bilish mumkin. Bu
sirkat ritmidan bilinadi. Sirkat koeffitsiyenti, qon bosimini va pulsni. Qanday qilib? Mana qon bosimiga kelib o'tamiz. Kunduz kuni 2 marta o'lchanganda, 3 marta qancha ko'p o'lchasa shuncha yaxshi. Qon bosimi o'lchanganda eng baland qon bosimi sistolik qon bosimi va sistolik qon bosimi va diastolik. Asosan sistolik qon bosimi eng yuqori tanlanadi. Misol uchun kunduz kuni eng yuqori tushlikdan keyin, ovqat yegandan keyin bo'lishi mumkin. 1 soatdan keyin o'lchana, ovqat yegandan keyin yarim soatdan keyin qon bosimi misol uchun 140 bo'ldi. Tunda iloji boricha soat 12 dan keyin 2 marta va undan ziyod o'lchanganda eng yuqori qon bosimi olinadi. Misol uchun 12 dan keyin dori to'g'ri tanlangan bo'lsa, qon bosimi nisbatan past bo'lishi kerak. Misol uchun 130, 120. Shunda kunduz kunlik eng yuqori qon bosimini tundagi 12 dan keyingi eng yuqori qon bosimining yuqori ko'rsatkichlari bo'linadi. Kunduz kuni eng yuqorini past, kechki eng yuqori qon bosimiga bo'linish kerak. Bo'lganda kelib chiqadi. Bu normada 1.14 dan 1.34 gacha bo'lishi mumkin. Ayrim holda 1.44 gacha. Demak, farqi 1.14 dan 1.34 gacha shu oralikda bo'lishi kerak. Ya'ni kunduz kuniga qon bosimi yuqoriligi tunligidan sal balandroq bo'lib 1.14 va 1. Demak 34 gacha oralikda olishga bo'lganimizda. Bu musbat koeffitsient deyiladi. Demak, siz ichayotgan dorilar to'g'ri foyda qilayotgan bo'ladi. Qachon buni tekshirish kerak? 2 kun va undan ziyod, 48 soat va undan ziyod gipotenziv qon bosimini tushiradigan dorilar shifokor tomonidan tayinlangan icha boshlaganingizdan keyin tekshirasiz. Bu bilan baravar pulsni, yurak urish ritmini ham tekshirish kerak. Ikkalasi birga hisoblanadi. Ya'ni qon bosim koeffitsiyenti, sirkat koeffitsiyenti va puls koeffitsiyenti. Puls koeffitsiyenti ham xuddi shunday. Kunduz kuni 3-4 marta o'lchanadi. Bunda eng yuqori puls olinadi tinch holatda. Misol uchun kunduz kuni misol uchun mana bo'ldi 80. Va tundagi 12 dan keyin 2 marta kamida o'lchanganda va bundan ziyod o'lchanganda eng yuqori olinadi. Misol uchun 60 bo'lganda kelib chiqish kerak. Biri demak 24 dan 1.44 gacha. Sirkat koeffitsient bo'lsa, 1.24 dan 1.44 gacha bo'lsa, demak положительный musbat bo'ladi. Hech qachon tunda qon bosimi kunduzgidan baland tinch holatda va yurak urish soni 1 minutda kunduzgidan baland bo'lishi mumkin emas. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, tekshirganda qayta tekshirganda, ya'ni отрицательный koeffitsient qon bosimining sirkat koeffitsiyenti va yurak urish sonlarining 1 minutda sirkat koeffitsiyenti tungisi baland bo'lsa, unda o'sha manfiy bo'ladi ikkitasi ham. Unda bu yaxshi ko'rsatkich emas. Bunda demak sizga tanlangan dorilar yo siz vaqtida ichmayapsiz, yo noto'g'ri tanlangan guruhlari yoki dozalar noto'g'ri tanlangan bo'lishi mumkin. Hozir men zaifman. 10-15 minutdan keyin mana shunday bo'ladi. Shunaqa ritmlarni tayinlash to'g'ri keladi. Agarda shu ritmlarda shunaqa hisoblansa, unda to'g'ri ish qilingan bo'ladi. Avvalambor tashxis to'g'ri qo'yilishi kerak. Sizda o'sha xafaqonlik, gipertoniya kasallikning darajasi nechta organ meshi nechta organga zarar yetkazgan, buni shifokor aniqlash kerak. Dorilar tanlashdan oldin. Xavf guruhi assotsiatsiya sostoyani, ya'ni nechta sizga xavfli kasalliklar, asoratlar bor. Bunda xavf guruhi 1, 2, 3, 4 eng yuqori. Va qon bosimining o'zining darajasi. Mana shu holatda gipertoniya kasalligi aniqladi. Buning uchun sizda EKG qilinish kerak. Bir nechta EKG eskisa solishtirish kerak. Qon bosimi yaxshilab o'lchanish kerak. Yurak eshitiladi. Undan tashqari oxirgi 3 oyda qilingan yoki yangi qilingan yurakda ehosi. Agar sizda infarkt, insult krizlari, demak krizlar har xil bo'lgan bo'lsa, infarkt o'tkazgan bo'lsangiz, insultlar o'tkazgan bo'lsangiz, unda yurakdan chiqqan katta tomirlar dopleri, qonda albatta oxirgi vaqtlarda qilingan koagulogramma va xolesterinning tashkil qiluvchi lipid kislotalarning demak tarkibi o'rganilishi kerak. Va shunda sizga to'liq dorilar tanlanadi. O'sha 5 ta guruhdan. Demak, 5 ta guruhdan sal o'zgargan holda yurak ishemik kasalligiga boshqa dorilar qo'shiladi va gipertoniyaga boshqa dorilar, xafaqonlik kasalligi. Lekin agar birinchi o'rinda qon bosimini, ya'ni yurak
faoliyatini mutadillashtirish shart. Demak, maqsadli qon bosimini tashkil qilish kerak. Qon bosimi oshganda to'liq normaga tushirish tavsiya etilmaydi. 20%, 25% o'sha eng yuqoridan pastga tushiriladi. Misol uchun sizda 180-200 bo'lsa, siz 150-140 ga tushirish kerak. Birdan pastga tushirish mumkin emas. Shuning uchun ham dorilarni mutaxassis tanlab beradi va bir necha kundan keyin sizni qayta ko'radi. Keyin har hafta, keyin bir oyda bir, yaxshi bo'lgan sari eng kamida kardiolog bunaqa kasallarni, kombinirованный kasallarni, komorbidniy kasallarni, demak 2-3 kasalligi bor kasallarni har 3 oyda ko'rib turish kerak. Har fasl o'zgarganda dorilar ta'sirida, organizm o'zida shunday o'zgarishlar paydo bo'ladiki, dorilarni doimo to'g'ri, dozalarini to'g'rilab borish kerak. Shunda organizmga bo'layotgan o'zgarishlar va asoratlar va dorining nojo'ya ta'sirlarini hisobga olish kerak. Azizlarim, shunday. Demak, sizga tayinlangan dorilar to'g'ri sizga ta'sir qilish darajasini, qon bosimi oshib ketishga yo'l qo'ymaslik darajasini va qon bosimi oshib ketish xavfini oldini olish uchun siz mana shunaqa qon bosimi koeffitsiyentini kunduzgi kechagi tungiga taqqoslab koeffitsiyentini, sirkadniy koeffitsiyentni qon bosimida va yurak urish koeffitsiyentini aniqlasangiz bo'ladi. Demak, qon bosimi koeffitsiyenti 1.14 dan 1.34 gacha. Yurak urib 1 minutda urish ritmi, yurak pulsi koeffitsiyenti 1.24 dan 1.44 gacha bo'lishi kerak. Ya'ni kunduzgilar tungidan baland bo'lishi kerak. Agar teskarisi bo'lsa, demak, zudlik bilan ertasi kuni kardiologga murojaat qilish kerak. Tajribali kardiologga sizga o'sha hamma yozganlaringizni ko'rib chiqib, kerak bo'lsa bitta ikkita tekshirish qilib, dorilarni to'g'rilash kerak. Tungi qon bosimi oshishi, tungi ritmning demak 100 dan oshishi bu yaxshi ko'rsatkich emas. Bundan darrov tinch holatda o'lchanganda, albatta 15-20 minut o'tirgandan keyin tinch holatda o'lchanganda tungi qon bosimining kunduzgidan oshishi va tungi yurak urishining 1 minutda 100 dan oshib turishi bu yaxshi belgi emas. Bu siz ichayotgan dorilarning to'g'ri ta'sir qilmayotgani, foyda bermayotganligi haqida ma'lumot beradi. Mana azizlarim, sizlarga kichik sirni ochdim. Demak, bundan to'g'ri mulohaza chiqarasiz deb o'ylayman. Buni ko'pchilik demak shifokorlar ham bilmasligi mumkin. Lekin siz mana bilib oldingiz. Tibbiy sir bu. Bu ko'p o'sha ittifoq davridan katta ustozdan kichik ustozga, shogirdlarga berib borilayotgan o'g'it, bu tajriba. Demak, albatta e'tibor qilish kerak. Soat 12 dan keyingi qon bosimi kunduzgi eng baland qon bosimidan past bo'lishi kerak. Buni kunduzgi eng yuqori qon bosimga tungini bo'lganda albatta 1.14 dan 1.34 gacha oralig'ida bo'lishi kerak. Bu qon bosimi sirkad koeffitsiyenti deyiladi. Buni parallel puls bilan o'lchash kerak. Ya'ni 1 minutda yurak urib ketishi bilan o'lchash kerak. Bo'lmasa to'liq bo'lmaydi bu koeffitsiyentning ma'lumoti. Puls ham xuddi shunday. Kunduzgi eng baland puls aynan obeddan keyin, 1 soatdan keyin va tungi pulsni eng balandi bo'lganda 1.24 dan 1.44 ga tashkil qilish kerak. Ya'ni kunduzgi tungidan albatta balandroq bo'lishi kerak. 12 dan keyin bizda demak parasimpatik sistemaning tizimning odamda tungi tizimning ustuvorlik qilish kerak. Normada, nisbatan sog'lom odamda. Bemor odamda ham biz dorilar shunga yaqinlashtirish kerak. Shuning uchun ham tungi qon bosimi, tungi puls, yurakning 1 minutda urishi soni kunduzgidan 12 dan keyin pasayib boradi. Shuning uchun ham biz aytamiz, tungi qon bosimi oshishi, tungi yurak urib ketishini tezlashishi bu yaxshi belgi emas, bu xavfli belgi. Shuning uchun azizlarim, o'sha ikkita koeffitsiyentni o'zingizda doim e'tibor qilib boring. Agar bu koeffitsiyentlar yuqori bo'lsa, ya'ni manfiy bo'lsa, tungisi baland bo'lsa, unda albatta tajribali shifokorga, terapevtga, oilaviy shifokorga bor, terapevt, oilaviy shifokor tajribalilari va kardiologga murojaat qiling. Hamma ma'lumotlaringizni oling, eski ma'lumotlarni kerak bo'lsa yangisini keyin solishtirishga yaxshi. Umuman kardiologiyada va revmatologiyada qancha ma'lumotlar ko'p bo'lsa, bemor haqida isbotlangan, aniqlangan ma'lumotlar, tekshirishlar, tahlillar, xulosalar, olayotgan dorilar, olgan dorilar haqida ma'lumotlar, informatsiya, ma'lumotlar kasalligi haqida qancha ko'p bo'lsa, shuncha to'g'ri xulosa chiqarishga, to'g'ri natija xulosa chiqarib, to'g'ri dori tanlashga yordam beradi. Tajribali shifokor sizga ajratib beradi. Qaysi kerak sizga ma'lumotlar, qaysi zarur, qaysi kerak emas. Shunday azizlarim. Mana buni men o'ylayman sizlarga juda ham foydali
juda ham foydali bu ma'lumot bo'ldi. Bu ma'lumotni men juda ko'p yildan beri o'sha o'z leksiyalarimda shogirdlarimga va doimo aytib kelaman bemorlarimga. Ayrimlari e'tibor qiladi, ayrimlari e'tibor qilmaydi. Mana shunga e'tibor qilsangiz, siz qon bosimini oshib ketishi juda xavfli, infarkt, insultga olib kelishi mumkin. Buni oldini olishning ham bitta chorasi shu. Ichayotgan dorilaringizning to'g'ri foyda qilayotganligini yurakka aniq bilish yo'li shu. Qon bosimining koeffitsiyenti, sirkat koeffitsiyenti va demak yurakning 1 minutda urishi, pulsning, yurak urishining 1 minutlik sonining koeffitsiyenti. Kunduzgi kechki ikkita koeffitsiyent, sirkat koeffitsiyentini aniq bilish yangi dorilarga o'tgandan keyin ayniqsa 1-2 kundan keyin juda ham zarur. 1-2 kundan keyin siz ichayotgan yurak ishemik kasalligiga, xafaqonlik, gipertoniya kasallik dorilar o'zi to'liq ta'sir qiladi. Bir-biriga moyilligini, to'g'ri tanlanganligini, dozasining to'g'ri vaqtda ichilayotgani haqida ma'lumot beradi. Azizlarim, shuning uchun e'tiborli bo'ling. Mana shunday savollar bersangiz, men savollarga javob beraman. Albatta, ma'lumotlaringizni yuborsangiz, Telegramga 91 191 79 09 ga men o planshetda, kompyuter emas, katartirib ko'raman. Ziring ko'p yaxshi emas va sizga javob beraman. Agar shunday ma'lumotlar sizlarga ozgina foyda qilsa, men boshim osmonga yetadi. Demak, yana bitta tibbiy sirni, ya'ni qon bosimi va ritmini qanday qilib mutadillashtirish, qanday qilib ichayotgan dorilar foyda qilayotganini bilish sirrini sizlarga berdim azizlar. Bundan foydalaning va biz bilan maslahatlashing. Savollarni kutib qolaman azizlarim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana bir bor rahmat e'tiborlar.